Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Zalotoy dub alyumin profiliga veranda tayyorlaganmiz. Hozir juda go'zal holatda chiqdi. Har doimgidek shotlankalar to'qilgan 2 qavat oynaga. Bu shotlankamiz 2 qavat oynaga bo'ladi. Ustida o'ralgan holatda mana ustunlari. Mana shu oynasi yodviy bo'ldi. Shuning uchun bunaqa to'qroq ko'rinyapti. 2 qavat oyna, ikkalasi ham yodviy bo'lgan. Bu yerda 2 ta eshik, 5 ta rom bor. Eshiklarda ham mana yonida qo'shimcha romi bor. Mana juda go'zal holatda chiqdi. Pastlari alkofon bo'lgan. Bu tomonlarni ham o'zimiz qilganmiz. Video obzorlari chiqqan. Bu oqqa yod bo'lgan oynasi, shunga boshqacha ko'rinadi. Qo'l eshiklari ham bor. Xo'sh, Marhamat tumani, Andijon viloyat Marhamat tumanidamiz, O'qchida. Xo'sh, ruchkalar doimgidek baquvvatdan, migrobkalari go'zal holatda. Materiali ham Akfa'ni o'zidan chiroyli. Tollalari, ustunlari alkofon o'ralgan holatda. Güzel holatda bu ichkaridan ko'rinishi. Ichkarida ham xudo xohlasa juda salqin havo bo'ldi. Ruchkalari ham mana o'qimning kattasi. Bu yerda porchikasi bor. Aylanishga. Ichkaridan ham tashqari yaxshi ko'rinadi. Bemalol. Podokonnilari bor. Bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunobga hammasi ichida. Описание nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. İşimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Xohlasa yana chiroyli ishlar obzor qilib boramiz. Kanalimizga podpiska bosib qo'yinglar. Rahmat.